Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar didori shirin. Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar didori shirin. Dardim aytsam tinglagan, ko'zimdan ham anglagan, o'zim bir bor tanlagan do'stlar didori shirin. O'zim bir bor tanlagan do'stlar didori shirin. Hasad qilmas molimga, kuysam kulmas holimga, ko'ngan mening borimga do'stlar didori shirin. Suhbatidan yayraysan, bulbul bo'lib sayraysan, asraysan, avaylaysan do'stlar didori shirin. Asraysan, avaylaysan do'stlar didori shirin. Soxta do'stdan asrasin, jonga qasddan asrasin, nomard qasddan asrasin do'stlar didori shirin. Nomard qasddan asrasin do'stlar didori shirin. Kimgadir moli shirin, kimgadir joni shirin, menga esa qadrdon do'stlar didori shirin. Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar didori shirin. Menga esa qadrdon do'stlar didori shirin. Do'stlar didori shirin. Bolaligi didor shirin, orzu qilib urar yuraklar. Yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar. Bolaligi didor shirin, orzu qilib urar yuraklar. Yaxshi qoling bizni maktab sari eltgan ey yo'laklar. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Chalindi so'nggi qo'ng'iroq, ushbu kun kelar bilardik. Kecha maktab quchog'ida sho'x shodon o'ynab yurardik. Sinfdamiz so'nggi bora, ko'zimda qalbli yoshlarim. Sinfdamiz so'nggi
sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Hashalar qilgan bo'lsak, yosh boladay yoq-yoqida ma'zur tuting ustozlarim, siz qalbimiz ardog'ida. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga. Onajonim, mehr daryolar, sabr qoyalar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz sinfdoshlar. Qalamlaringizga qasamot. Mana bir zumda tarixda ko'p yillardir 40 yil, ammo bizda bir pasda 40 yillik uchrashuv. Intiqdik, ozdiqdik, kutdik va yetishdik. Behisob shukr Allohga. Shu muqaddas dargohga qadam qo'yganimizga 50 yil, yarim asr bo'ldi. Va maktabni tugatib, ustozlar bilan xayrlashib, mustaqil hayotga qadam qo'yganimizga 40 yil. Hammangizga ana shu munosib yillar qutlug' bo'lsin deymiz va birinchi son maktabimizga xush kelibsiz. Ayni shu damda biroz mahzunlik, biroz sokinlik va sizdan bir daqiqalik sukutni iltimos qilamiz. Oramizda berib qo'yganlarimiz, riflat qilgan sinfdoshlarimiz bor. Ismoilov, Boltaboy, Qulmuratova, Gavharjon va Jumniyazova, Nigoraxonlar ruhi uchun baribir jisman yo'q bo'lsalar-da, ruhan oramizdalar. Ne ajab yurgan bo'lsalar kezib. Bir daqiqalik sukut agar mumkin bo'lsa o'rnlaringizdan turib. Bog'lar, gullar, so'lar. Kimnidir do'st tutarsiz hayotingiz davomida. Ammo sinfdoshlar boshqacha do'stlar. Bizga dunyo kerak emas. Biz didor xaridori. Didorimiz qutlug' bo'lsin yana bir marta. Ana endi 40 yillik uchrashuvimizni eng bir mashaqqatli joylarini, eng bir og'ir zalvorli yukini yelkasiga olgan 10 yil bir sinfda o'qib, zimdan bir-biriga ko'ngil qo'yib, mana bugun sinfdoshlarni bir joyga jamlab, ana shunday uchrashuvni tashkillashtirgan Yodgor Odirbek va Matkarimova karomatlariga so'z beramiz. Undan keyin ustozlarning tilaklarini olamiz. Assalomu alaykum, avvalambor aziz ustozlar, qadrdon sinfdoshlar, hammangiz shu dargohga xush kelibsizlar. Mana Nigora Shohmat ta'minli dargohga kelganimizda 50 yil bo'ldi, chunki u yil o'qib, yana bitirganimizda 40 yil bo'ldi. Shu biz aytgan endi bugun bayram, shu bayram bilan hammangizni tabriklayman. Hammangiz odamlaringizga hasonatlar bo'lsin. Yana uzoq, yaqindan uzoqda yurgan sinfdoshlarimiz yana Toshkentdagilar ham kelib turibdi, Rossiyadagilar ham g'oyibona bizlarni ko'rib turibdilar, kelmaydi sinfdoshlar, ular kelsa yana bir uchrashib o'tirib beramiz. Ish qilib hammangiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunday uchrashuvlarni 40 yillik o'tiribmiz, 50 yillik, 60 yillik, balki 100 yilliklarni o'tirish bizlarga nasib etsin. Ustozlarimiz ham baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Shu ustozlarimizni ta'limlarini olib bo'lmadik ham, bo'lmadik yana ustozlar izidan bizga Nigora Chiqonova, Gulbahor Chiqonova shu dargohda yana xizmat etib turibmiz. Yana mehnat etib, shu ustozlar izidan yoshlarga ilm berib turibmiz. Shuning uchun yana bir bor hammangizga rahmat aytaman. Hamma
teşkilatçı bir de hem teşkilatçı. Bize ailemiz bilen diyemiz yine bugün ailemiz bilen hizmetlerimiz ne vereler Allah iş kılıp hem insan selamet bulunlar. Şimdi uçlaşmaları köprülü görüş hepimize nasip etsin, katalımızdan hiçbir hata olmasın. Hem bağlı bütünlük bilen uçlaşış hepimize nasip etsin, sağ selamet bulunlar. Vallarımızın vafatlarını, nebereleri vafatlarını görüş, bu tamaşalarını görüş hepimize nasip etsin. Bütün oileniz olanlar hizmetde bugün Xudo xolasa yodgorliklar rahmasiga qadam qo'yganda jajji qizaloq, sho'x shodon o'g'il bolalar hech kim edi. Oppoqqina beg'ubor bir daftarning varog'i edik. Mana bugun kimdir ustoz, kimdir doktor, kimdir quruvchi, kimdir tadbirkor va hokazo. Ana shunday insonlardan yana biri el koriga, xalq koriga yarab, Hazarasovda o'zining mavqeiga, obro'yiga ega bo'lgan sinfdoshimiz Kuryazov Baxtiyorga so'z navbati. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, sinfdoshlar. Mana men hayajonli daqiqalarda o'tiribmiz hammamiz. Endi 50 yil bo'ldi maktabga kelganimizda. Shu vaqtda misol Abdulla Boltayev direktorimiz maktabga kelgan vaqtimizda. Bitkazib bergan vaqtimda keyin Qodir Rahmatov, Zarif akalar o'tib ketdi, Mahmudovlar, bu ustozlarning hammasini aytamiz desek, bir yana aytib chiqishimiz kerak, hammasini joylari jannatda bo'lsin. Yana 40 yillik yubileyda inşallah o'tamiz. Doim hammangizga sog'lik tilayman, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ko'plaringizga maktab bitkazgandan keyin har kim ariga tarqalib, oilalar boshqa tashvishlar bilan görüşüp bilyen emasmiz. Azina görüşüp, quvonib, bir-birini tabriklab, so'rashib turibmiz. Nerede bo'lsanizlar ham sog' bo'linglar, bolalaringizni, axtiqlaringizni, rohatlarini yurimish nasib etsin. Hurmatli ustozlar, sizlardan umringiz uzoq bo'lsin. Yine bizning taklifimizga kelib, yine dualarınızı kılıp oturup sınavlarını sağ olup oturmaysılar. 45-50 yıllıklar inşallah vaktinden katlaşıp oturup nasip edecek. Yurtumuz tinç bulsun. Ulayım şu az birçilik bilen bir yaxşı toylarda bir gülüp kütüp alış nasip etsin. Hemmeniz işlerinizde muvaffakiyet sağ olaysınlar. Rahmat. Tilaklaringiz, ezgu tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin deymiz. İmoratlar ichida eng buyugi maktabdir degan edi Alloma Behbudiy. Ha, eng buyugi maktab ekan, o'sha buyuk imoratning ichidagi inson kim deb o'ylaysiz? Sizlere bugün görüp Çin köyünde sizlere görüp Yaşar gitmiş. ruhlarını şükür özüm bilenden mutluluklar değer hayala vardım doğrusunuz. Sizlere 40 yıllık yüreğiniz bilen tebrikliyim. Sizlere uzak ömür bağır saadet dileyim. Şu aktif sorgularınızı bakın, terbiyeler, bize sizlerin işe terbiyeli olsa, bunların sünneti terbiyeler, oturmak sizlere nasip olsun. Şimdi, benden birisi soradı da, siz esusların ismi, siz kabiliyetiniz bilen başka işlerin kılışınız mümkün edir. Organda işleşiniz mümkün edir. Sandıklar buluşunuz mümkün edir. Şu çiğliğinizi bağışlapsız, okutuculuk'a, esusların ismi dedim ona, cevap verdim. Ben ettim yok dedim. Eğer de ben Allah Teala yine bir ömür beriyem derse, yine okutuculuk dedim. Çünkü sizleri bir kadar bilyenimiz bir dünya olur. Quvonch ko'z yoshlari.
Şu okutuvchi iloji bo'lsa atrofidagilere ilim veradi, terbiye veradi. Başka yamanlık kılmıydı bu. Yaman bu demiydi. Sizler işinizde olsa bir ataneler birisinde ne ataneler bir nerse kaman. Kürsütünü yaşıyor. Kürsüleri getiriyor görüşesine. Çünkü ben sınıfımda 29 balayım. 18 kız, 19 kız. Herkesin bir atkırıcı yazdı. Bir atkırıcı. Atkırıcı 4 lira. 4 lira. Onun terbiyevi tamamı var. Bunda uyandım ben. Ben şu ataların birisini çağırayım. Vallahi kayıt kılmasın da bu işi. Nasıl ayettim kızlar bırak 40 yazsın bana dedim. Oğlum vallahi bırak 40 yazsın dedim. Şunda bir atayana onun atıldıdan atası erkek adam. Ahır dedi bizi 4 diyeyim olsa dedi. Bollarımız sorasa dedi. Bunun ne için vermesi gerektiğini ben ayettim. Bollarımız şu 4'nin kadrına yetediğini bilgensinler. Hani şu 4'nin kadrına yetseler gelecekte var insan vardı. Diyeyim. Bizler özümüzün hareketimiz bilen, bizler özümüzün kurka esvarımız bilen atanelerin primer buluşumuz gerekecek. Şimdi pedagogik yapayına şunu talep kılalım. Şunu kılıp okuttuk. Sizlere inan Muradine Kerim, Hadi Şefiyim, Şermeto. Ötkerleri, dünyalı bulgarlar, aytaman desem, yarım saat, bir saat vakit gider. Ula doğrusundan yapıramam desem. İlahi bunların yetkilileri yaptı olsun. Joyları cennette olsun. İlahi perzentli kalgan perzentlerini bahtı saadet olsun. Ömürleri uzak olsun. Yani şu, şimdi ne diyeyim ben? Ahirki sözüm, İlahim sizlere Huda Teala yiyem ömür veriyor. Uzak ömür veriyor, Allah'ınızı baktığına. Sağ olun. Ben şunu diyeyim ben, Huda'dan, Allah Teala yiyemden. İlahim şu hezlere varır. Hacata bulur. Şu Karaman çağrınızda ballarınıza bir premier bulup, yakşı hukuki tamamlan, başka tamamlan. Vallahi bize baş bulup oturmak nasip etsin sizlere. İlahim şu yakşı günlerde uçraşa verer. Değerliydik. Rahmat ustoz. Mana bolalikni xotirladik, maktab chog'larini esladik va o'tib qolgan ustozlarning ruh poklariga duolar qildik. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarning mehnatlaringiz, shijoatingiz, o'sha davrdagi qattiqqo'lligingiz evazidirki, shu yerda o'tirgan hamma o'quvchingiz bugun el ardog'idagi insonlar. Rahmat, sog' bo'ling. Ezgu tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Rahmat. Qarab turib ajablanyapsizmi? Ajablanyapsiz. Hozirgi til bilan aytganda bitta metr jam bo'lib qoldimi? Rus tili va adabiyot metod o'qituvchilari o'sha davrdagi. Ajablanyapsiz. Ustoz o'tirib. Maryam Yotyan'ın sözde kopakları. Sizlarning yo'llaringizni bersin hammamizga. Shunday duo qilib shogirdlar ardog'ida yurishlik bizlarga ham, biz shogirdlaringizga ham nasib qilsin deymiz. Agar ko'p desak maslahatli osh tarqamas, havo biroz issiq, hali yana davomi bor. Muhtasham saroyda keyingi davra davom etadi. Ustozlar hali yana bizga duo qiladilar.
Nigara, do'st keldirsizlar. Yozish nima, chizish nima, daftar nima, ruchka nima. Bola hali maktabga xuddiki bir ro'yo singari ro'yoga qaragandek qarayotganda uning oldida ustoz keldi. Eslang, o'sha ustozning bizga qarashi, so'zlari biz uchun qonunmidi? Qonun. Eng ajablanarlisi, "Xo'p, yurdingmi? Ustoz choy ichadigan." Ustoz choy ichadigan. Ajablanarli. Bu boshlang'ich sinf davri edi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga haykallar qo'ysak arziydi. Bor, oramizda ham, nafsimizda ijozatlaringiz bilan so'zni Hadicha ustozdan, Hojonamizdan eshitsak. Ikki karra minnatdormiz bizga bir chiroyli sinfdoshni tug'ib voyaga yetkazib berganlar. Uzrli sabablarga ko'ra hozir Alloh bergan Islombek bizni safimizda bo'la olmadilar. Uzrli sabablarga ko'ra mana ustoz qarshingizdalar. Duolaringiz, tilaklaringiz. Hammalarga assalomu alaykum. Bu davrani tashkil qilgan, tashkil qilishda qatnashgan, bu davrani yig'ib, bu odamlarni yig'ib davrani tashkil qilishda xizmat qilgan tashkilotchilarga barcha-barchangda chuqur minnatdorchilik bildirib tashakkur aytaman. 40 yildan keyin mana uchrashib o'tirdilar. Bundan 40 yil oldin yetuklik asosini olib mustaqil hayotga qadam qo'ygan yoshlar edinlar. Bugun jamiyatimizda o'z o'rnini topgan, har kim o'z tanlagan kasbi bo'yicha elimizda, yurtimizda, xalqimizga xizmat qilib turgan yetuk barkamol inson sifatida o'tirdilar. Har bir yil bir oila boshlig'isilar. Farzand tarbiyasi bilan shug'ullantirdilar. Ilohim shu hayotimizda, ish faoliyatingizda, oilangizda baxt, omad, quvonch, yaxshiliklar hamrohingiz bo'lsin. Bu 40 yilga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Sizlarga birinchi marta qalam tutqizib savol bergan. Ehtirmotdan Xudayingiz barkat ilohim joylari jannatda bo'lsin, ruhlari alamda ilohim oilasidan, farzandlaridan saodat tilaymiz. Sizlarning nomidan Allohim rahmatini olgan bo'lsin, jannatlardan joy bergan bo'lsin, jannatlarda yaxshi fidoyor o'qituvchi edilar. Shu o'z farzandlari jinsilari mehr muhabbat qo'yib yaxshi muomala qiladilar, to'g'rimi? Shuning yaxshi kamtarin fidoyor o'qituvchi edilar. Rahmat. Joylari jannatda bo'lsin. Ko'p kunlar, oylar, yillar, ko'p odamlar o'tib ketdi. Barchalarning o'rniga kontrol qilsak, ko'p so'zlari, barchalarning Allohga bo'lsin. Aramizdan ketganlar hammasi joylarida bo'lsin. Qavllar sog' salomat bo'lsin, yaxshi kunlarga yozilgan bayramlarning ko'plarini amon-eson yetishsin. Seyitlar, bayramlar muborak bo'lsin. Bu 40 yillik tashkil qilib chiroyli bo'linglar. Mübarek olsun. Bundan keyingi her bir qiladigan ishingiz mübarek olsun. İşlerinde omad tilayman, baxt saodat tilayman. Mulki borliq ichra bir mahal, ko'rksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga saykal, olam ichra ayol, ona yaralgan. Yana bir marta qarsaklaringiz. Mudom shuning shogirdlar ardog'ida yurib, duogo'y onaxon bo'lib yurish sizga nasib bo'lsin. Endigi so'z navbatini yana bir rus tili va adabiyoti fani o'qituvchisi Nuriddin akadan iltimos qilaman. Endi bir isteğim sizlere söyleyeyim. İlahim sağlıkta, selametlikte, Allah'ın önümüzde sağlarınızı bekliyorum. Artıkların çoğundan kabul edilmesi. Rahmet. Бесконечные аплодисменты. Ustozlarimiz
Barchamızda ezgu tilaklari Alloh dargohida ijobat qilsin. Bizlar ustozlar yo'lini bersin. Hammamiz shu men har doqda 40 yillik, 50 yillik shogirdlaring yubileylarida qatnashib yurish nasib etsin. Bizlar shu tabarruk dargohning tabarruk insonlari bo'lish hamma ustozlara nasib etsin. Deyarli 60% ustoz taqdirda o'tirganlar. Kaminayam. Ssenariyimizni davomini Matkarimdan hozir so'rab olamiz. Dostlik çağlarım unutmayman sizni men sınıfdaş sirdoshlarım yodimda ilk muhabbat toza do'stlik chog'larim unutmayman men sizni sınıfdash sirdoshlarim
gene kararında hep helal olur. Yetkililere mübarek olsun. Yetkililere Allah'ın rahmet kılıp cennetlendirirken bozullar. Kavgaları sorgusunlar. Yine evliliklere ötkazıp oturuşlarını Allah nasip eder. Canımız sağ, başımız aman olacak. Canımızda o evlerimizde güzel evlilikler, keyifli, padişahlık, bereket verirler. Bunu küllerinde bereketler gelir. Sıvırında bereketler gelir. Tezgahında bereketleri, kapılarını, sevaplı işleri serbest olursa Allah'ın hem bu ağzını sesini güzelce 40 yıllık uçuruşuyla evliliklerin birge uçurup arasında şu toy tamaşalardan birge oturuşup aslıdır olup yürüsünüdür. Allah nasip et gel. Dostum min bolsam gelmeyecek. Doyun dostlarımız köpeler gel bir güngül bilen bazı yerler ağzı meseleke biz min dostlarımız min doyun uzak bilen yaxşı günlerde oturuşup demek olur. Belki Allah'ın nasip et gel. Ömrünüz uzakta mutluluğa bolsaylar. Evet, bitti mi? Evet, oyunlarınızda konuşmak başlayacağım. Sizden sağ olun. Arzumas bu kadar şu soğuk şarkılarınız namından yarıştırıyoruz. 50 yıllıklarım gelip görüşürüz.
goh shunday paytim keladi, sizga bir gap aytkim keladi. Qurisin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytkim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar. Quchib yig'lagim kelar, yoshligimga qaytkim keladi. Onam yopgan issiq nonlarni eslab do'stu qadrdonlarni sog'indim-da o'sha onlarni. Yoshligimga qaytkim keladi. Olislardan chorlar bir nigoh qaytolma. Qog'oz damg'andin, yuzingda hal ko'rindi. Kimni sever yar sen söyle bana ay Farid. Çaman ambari Kaysı meka selveri Firuze yakmusay Kaysı kanı gevheri Sana bende buluttur Hüsn aleminde beri Gözün saldın kalbime
söyle bana ey peri. Kıynından çıktı yürek, kimni sever yarsan söyle bana ey peri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Kuşkut ayradın taşna kılıp kanıma. Ya gitsem kürgüzü bey azap verip canıma. Yağmur ve dikşayet remeyle ahvalıma. Yaktar tavus meyde kadam basıp yanıma. Kimni sever yarsan söyle bana ey peri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Tağlar başımda apak apak kavrayken, yüzündeki kıpkızılay alma kebine ararken, İç kayağda haybet kakillerin mararken, köksündeki düğmelicik koşan ararken, kimni sever yarsan söyle bana ey peri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak. Bolali didar şirin, arzu kıp urar yürekler. Yaxshi qoling bizni maktab, sari eltgan ey yo'laklar. Bolaligi didor shirin, orzu qilib urar yuraklar. Yaxshi qoling bizni maktab, sari eltgan ey yo'laklar. Sinfdoshlar, hayır sözünü aytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, hayır sözünü aytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sınıfdamiz so'nggi bora, ko'zimda qalbdi yoshlarim. Hanidi kunda kun ora, ko'rishsak sinfdoshlarim. Hanidi kunda kun ora, ko'rishsak sinfdoshlarim. Sinfdoshlar, hayır sözünü aytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, hayır sözünü aytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Neşeler qilgan bo'lsak, yosh boladay yoq-yoqda. Ma'zur tuting ustozlarim,
Yollarımız ardağıda. Sınıfdaşlar hayır sözünü aytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sınıfdaşlar hayır sözünü aytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Taşap yar nira parasın, kalam kaçtırdar nira parasın. Kadam basıp bir meydagine güller kumar nira parasın. Kadam basıp bir meydagine güller kumar nira parasın. Sizni taşap yar nira baraman, sizde ko'nglim bor nira baraman. Qo'lingizda barmoq maydagina, sizda ixtiyor nira baraman. Qo'lingizda barmoq maydagina, sizda ku ixtiyor nira baraman. Yüreğimde ben yıkılmayı yaramam, kam taştıda kalgandı bağıramam. Kaydan tapayı çıkardığına çağıramam. Var mı sizde ağır nira parasız, var mı sizde ağır nira parasız. Yırar demez yanınızda bağıramam, etrafınız döndürüp gülüzaraman. Derdinize üzüm bulup çağıramam, kılmasam bahtiyar nira baraman. Taşap yar nira parasız, Sizni taşap yar nira baraman. kadam basıp bir meydagine güller kumar nira parasız. Qo'lingizda barmoq maydagina, sizda ku ixtiyor nira baraman. Diledim gül çemenle bir bulup, yamalda güyametim kulu bulup. Rengim şama sarılayıp güldük solup, rengim şama sarılayıp güldük solup. Kılmış azar nira parası, taşap yar nira parası. Sizni taşap yar nira baraman. Kadam basıp bir meydagine güller kumar nira parası. Qo'lingizda barmoq maydagina, sizda ku ixtiyor nira baraman. Baxt iqbol baksın bizlere gülüp, bağrınızdadır deste gül bulup. Kuvvaşlarım geçsin dünyaga dolup, kuvvaşlarım geçsin dünyaga dolup. Köngüle zar nira baraman, sizni taşap yar nira baraman. Kalam kaçtırdar nira parası. Qo'lingizda barmoq maydagina, sizda ixtiyor nira baraman. Kadam basıp bir meydagine güller kumar nira parası. Çevirmeni ataman, kaçıp alıp tur oyna. Çevirmeni ataman ey, kaçıp alıp tur oyna. Hemen yüzün görü setip, sepçip alıp bir oyna. Hemen yüzün görü setip, sepçip alıp bir oyna. Oyna oyna, çevirmeni ataman, ağlaman desen 1 milyona sataman. Oyna oyna, çevirmeni ataman ey, zor oynasan arzlarla sataman.
adam olan oynamadım. Yer değmesin ay dingana şeninize. Yer değmesin ay dingana şeninize. Oyna oyna çevirmene ataman. Ağlaman da sen 1 milyona sataman. Ya oyna oyna çevirmene ataman. Ey zor oynasan arza rakam sataman. Oyna oyna çevirmene ataman. Ağlaman da sen 1 milyona sataman. Aha oyna oyna çevirmene ataman. Ey zor oynasan arza rakam sataman. Sen halasan sana savga hemen. Ala ala kay yine sana çevirme. Aksat hemen gül bilen Bağdaki bülbül bilen Aksat hemen gül bilen Bağdaki bülbül bilen Ahır dengeli anmazlar Saçları sümbül bilen Ahır dengeli anmazlar Saçları sümbül bilen Menemen yarım Hoşray hoşray Bir üzümlü canım Hoşray hoşray Suda kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay Menemen yarım hoşray hoşray Ahlakları balım hoşray hoşray Suda kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay Dört fasilliğin güzel baharı özünsen Göz açkan her günümnü naharı özünsen Mihrinden sermez bulup bütün bir ümit Kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay Menemen yarım hoşray hoşray Ahlakları balım hoşray hoşray Suda kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay Duruşu bir mucize Adım yakine gel güzel Duruşu bir mucize Adım yakine gel güzel Göz değmesin ilahim Billur din baktığımıza Göz değmesin ilahim Billur din baktığımıza Menemen yarım Hoşray hoşray Bir üzümle canım Hoşray hoşray Suda kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay Menemen yarım Hoşray hoşray Ahlakları balım Hoşray hoşray Suda kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay Her nefes sağınaman xumarım sen xumarım Sensiz mən ağrınaman dərdə darım sen darım Her nefes sağınaman xumarım sen xumarım Sensiz mən ağrınaman dərdə darım sen darım Gözlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime Bax məni üzginəmə, yaraşkan yarım məni Gözlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime Bax məni üzginəmə, yaraşkan yarım məni Tım tım tımalak kapkara gözlüm məni Dım dım hoşray ferişte yüzlüm məni Dım dım tımalak kapkara gözlüm məni Dım dım hoşray ferişte yüzlüm məni yaşab yürgen vafalı yarın gülün Bir ömür arzuyumdaki
yaraşkan yarım məni Gözlərin gözlərimə, yüzlərin yüzlərimə Ax məni özginəmə, yaraşkan yarım məni Tımala, kapkara gözlüm məni Koşuray, fəriştə yüzlüm 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 məni Koşuray, fəriştə yüzlüm məni Yara yetişmek dile. Kız boyunda çele.
ishtaha. Dam soz, dam suhbat. Davra ham suhbat, ham soz bilan go'zaldir. Shu 40 yillik yubileyimizni hurmat etib, o'zlarining qimmatli vaqtlarini yetkazib, kelgan ustozjonlar ham katta rahmat. Shu bilan birga aytadi-ku 1100 kilometr deb. 1100 kilometrdan kelgan sinfdoshlar bor Aqibeda. Manzura bor Qurbonova, Arzugul bor Rozmetova, bular sizlarga Toshkentdan bir kop tilak olgan, ezgu tilaklar. Eshitamiz siz tilaklar. Arzugul, Manzura. Assalomu alaykum ustozlar. Sog' bo'lgaysizlar, borlaringizga shukr. Sizlarga boshlaymiz, yere deyincha ta'zim etamiz. Jonlaringiz sog' bo'lgay Xudoyim. Sizlar o'qitgan o'quvchilaringiz hammamiz taparman odli o'raymizda bir ro'zg'oring boshi bo'lib o'tiribmiz. O'g'il bolalarim, qizlarim, hammangizga rahmat kattakon. Sog' bo'lgaysizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sinfdosh bolalar, hammangizni tabriklayman 40 yillik bilan. Iloyim 50 yilliklarim, 60 yilliklar, 70 yilliklarim shuni deb uyushtirib o'tirgaysizlar. Biz shu 1100 kilometrdan sizlarni sog'inib kelib o'tirgaymiz. Sog' bo'lgaysizlar. Qizlaring ham hammasini tabriklayman. Hammangiz sog' bo'lgaysizlar. Pushkin maktabimiz gullab yashnaversin. Siz ham rahmat. Direktor hammangizga rahmat. Odilbekka, Karomata Asobiy rahmat uyushtirgan. Hava o'qituvchilarimizni Shermetov ham, Sultonov ham, Nuriddin akamiz, hammangizga, Roman aka, hammalaringizga rahmat. Sog' bo'lgaysizlar. Hammangizga kattakon rahmat. Amon bo'ling, dugonajon, amon bo'ling. Ezgu tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Haqiqiy Russavetining shogirdi bor. Mayli biz qabul qilaveramiz. Можно по-русски, по-узбекски принимаем? Пожалуйста. Представляет слово Манзуру. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Ko'rganimdan dim xursandman sizlarni. Shuncha yildan beri ko'rmaganlarim ko'rib turibman. Ko'chada ko'rsam donimida ekanman sizlarni. Shuda donishim. Dim xursandman. Ustozlarni, iloyim umrlaringiz uzoq bo'lg'ay. Bergan tarbiyalaringiz uchun rahmat sizlarga. Iloyim men haqiqiy Sherp Sulton shogirdi bo'ldim. Rus tilichi. Rahmat ustoz, ta'limingiz uchun. Iloyim umringiz uzoq bo'lg'ay. Bolalaringiz rohatini ko'rib, ko'p yillar yashab, bize her bir uchrashuvda, her 10 yillikda sizni birgalikda shu davrada ko'rib yurganmiz, iloyim ustoz. Sinfdosh chiqonlarim, hammasi bir uying malikasini, hammasini ko'rganimdan xursandman. Sog' bo'lgaysizlar, hammangiz ishlaringiz rivoj. Iloyim umringiz uzoq bo'lg'ay, safimizdan kam bo'lmang. Har yili shundan, har yil emas, har 5 yilda tinglaydi buni. Dim cho'zib beribsizlar bunisini. Har 5 yilda ko'rish hali jo'ralaydi. Yaxshimi? Shu tilakdoshima. Rahmat Manzura ezgu tilaklar uchun. Shu hurmat etib sinfdoshlari, shu vaqtda ayamin. Manzil yiroq bo'lsa-da, masofa uzoq bo'lsa-da, ko'ngil yaqin, o'sha yaqinlikni tark etmasdan kelib, safimizni to'ldirib o'tirganlaringiz uchun katta rahmat. Birinchi son maktabimiz Otaxon maktab. Hazarasifimizda birinchi son maktabni bilmayman, tanimayman, ustozlarni bilmayman deguvchi insonlar kam. Bosh bo'lmasa gavda losh. Shu bugun davramizda karvon boshimiz ham ishtirok etyaptilar. Juda xursandmiz. Shu maktabda o'qidik, tahsil oldik va yana shu maktabga ustoz bo'lib qaytdik. Ko'pmi, ozmi Azizbek Rozimovich bilan faoliyat ko'rsatdik. Hozir ijozatlaringiz bilan so'z navbatini maktabimizning hurmatli direktori Aziz Rozimovichdan eshitsak, marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi davramiz qatnashchilari, hammangizni ko'rganimdan men xursandman. Haqiqatan ham ustozman, hayajondaman, chunki 40 yillik yubileyda men birinchi qatnashchim. Shu o'zimizning maktabimizni bitiruvchilarning 40 yilligida o'tirib,
Men hazır birinchi qatnaşıp turgan hakikatdan ham bir heyecandaman. Lekin şu bir narsaya şöyle bir emin bo'lib turibmanki, evvelki o'qib turgan vaqtindagilariga qaragandam yaqin bir nima desam bo'ladi, do'stliklaringizni bir shunday bir ko'rib quvonib turibman. Bir narsani tilab qolaman, bizlar ham shunchaki 40 yilliklari, 50 yillik, 100 yillik yubileylara yetirmek nasip etsin. Qolaversa şöyle qatnaşıp turgan ustozlarimiz bor, apu-ukalarimiz bor, hammasini oilaviy baxt saodat tilayman. Yine bizning maktabda shu faoliyatini ko'rsatib, shu hozirgi binomizda her bir o'zlarining bir poy qadamlari qolib ketgan ustozlarimiz ham o'tiribdi. Men bular bilan hozir suhbatlashib o'tirib ham bir o'zimga bir katta bir rejalar qilib oldim. Ustozlar selam, katta rahmat. Shunday bir sinfni chiqarib, shunday bir sinfni bitirtirib, voyaga yetkazib, shu respublikamizning qaysidir bir jabhalarında o'zining bir xizmatlarini qilib bergan kadrlarni yetishganligi uchun sizlarga ham katta rahmat tilayman. Qolaversa shu dasturxon atrofida o'tirgan hamma insonlarning uyida yaxshi kunlar bo'lsin. Xudo xolasa shu keyingi yana akamiz aytgandek ko'pa cho'zmasdan 5 yil, 6 yil, 7 yil, 10 yil yana uchrashgan vaqtida maktabda sizlarni ochiq chehra bilan kutib o'tirmak bizlarga ham nasib qilsin. Rahmat ustoz. Rahmat Azizbek Ro'zimovich, omon bo'ling, ezgu tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Salomat bo'ling. Erkin aka Sultonovda bir gap bor ekan. Direktor axir. Doğrusu gel vaqtında ening ayamadayan joyi bor endi. Doğrusu İsmoil obay turibdi yine. Yaxshi alam maqara. Butkay? Yaxshi. Men ham hali martang gaplarib turganim yo'q. Qarab turing. Ismoilov yaxshi gaplar aytdilar. Ismoilov ham endi ustozimiz desekan bo'laveradi. Doğrusu yosh jihatdan she'rimiz desekan bo'laveradi. Ustoz shogirt an'anasi bo'lib turibdi-da bu yerda. Ismoilov aytdilar, hozirdan qarang. Bu 40 yillik bizlari Denkdoshlarimiz içinde Nigara aytgandek yetganlar bor bera, yetmaganlar bor. To'g'ri emasmi? Ustozlarimiz bor edi. Shunning tabarruk ustozlarimiz bor edi. Halam bor, Xudoga shukr. Xudoga shukr qilamiz. Halam bor. Lekin bizning 100 yillik yani ne deyimiz yubiley nelerimizde şu ustozlarımız gelip katlaşsa bize hemmemiz xursand bo'lar edik. Yine bir narsa Peygamber yaşımız indi alma qarang, o'zi Xudoga shukr yetib keldik endi payg'ambar yoshina. Peygamber yaşına ne kaldı ya? Ozgina qolib turibdi. Alloh taolo degan. Endi doğrusu Maqarang Allah'dan büyüme, ertengme, bir günme, sonki günme, bir yıldan kimme, 10 yıldan kimme, bunu Xudo biladi. Doğrusu, Xudoyim şu hemmemize yosh bergi. Peygamber yoshları. Gerek olsa yine İbrahim Halilullah yoshlarını bergi bizlere. Allah Teala gen. Xudoyim şu yine ustozlarımızı yaxshi göremiz. Shermatov, Nuradin akam bor. Ustozim Sherif Sultonov hem ustozimiz hem ata hesabında ata bizlere ta'lim bergan ustozimiz. Hakikaten ham Shermatovdan ham Nuraddinamdan ham ustozimizni bizlere 10. sınıfı bitirib tashladılar. Doğru emasmi? Ata 10'unda ata bo'lib bizlere ne berdiler? Lekin bir narsani aytaman. Sınıfdaşlar, sizlardan iltimos, bir vacı olan, kelajagimiz yoshlar qo'linda. Endi bize serkem 60'ı qaralab qoldik lekin. Bir narsani tushuning. Gerek olsa har qanday aqtiqlarimiz o'lmagay. Farzandlarimiz voyaga yetib, o'zini egallagan, o'zini
sevgen kesbi bo'yicha ishlab turibdilar. Gerek olsa bir kimingdir balası rahbar xodimlarda gerek olsa o'zini kasbida egallab turibdi, lekin buni baja o'ylansiz. Xudo xolasa hammamiz tanimiz, jonimiz sog' deb o'ylaymiz, lekin Xudoga ming qatana shukr. Lekin bir vajating. Şu asosiy mesele aqtiqlarimizning tarbiyasi. Farzandlaring tarbiyasi. Yine ozi görüp turibmiz, indi yetib qapta keldi, yaxshi ozi achchaq emas. Yaxshi. Bu ham o'zimizning bolalaring nemiz. Lekin hamma narsa me'yorida bo'lgani yaxshi. Bu derece men tushunmay qoldim bu yerda ozi. Xudoyim sog' qo'ysalar, salomat qo'ysalar. Alloh taolaga ham Xudoyim shu yurt tinchligini bergidan Alloh taolaga ham hamisha shuni aytib o'tirish nasib etsin. Sinfdoshlari arasında. Rahmat mazmunli, maroqli tilaklar uchun. Do'stlik ajoyib narsa. Albatta u do'stlik biron bir manfaatga yo'naltirilmagan bo'lsa, shu yerda o'tirgan yigitlar, qizlar bundan 50 yil muqaddam maktab ostonasiga qadam ranjida qilganlarida qo'llaridan otalaridir, onalaridir ushlab kelib, bu maktab, bu ustoz, bu sinfdoshlaring deb ko'rsatganlarida ana shunday biron bir manfaatga yo'naltirilmagan do'stlik rishtalarini uzviy bog'ladilar. Va Allohga behisob shukrlar bo'lsinki, mana o'sha rishta 50 yildan buyon aziz sinfdoshlar har bir narsaning o'z ibtidosi va o'z intihosi bor. Buni eslatish sizga shart emas. Demak, boshlangan, qo'yilgan qadamlar qutlug' bo'lsin, davomiy bo'lsin. Hammangizni shu davralarda qatorimizdan xato bo'lmasdan, to'liq bo'lib, kam bo'lsa-da, ko'z bo'lsa-da, ko'nglimizdan chiqqan esdalik sovg'alar bilan qadrlab qo'ysak. Olqishlaringiz ostida. Marhamat. Qabul qilib olasiz ustozlar. Shogirdlar nomidan. Bizlarga ham nasib etsin. Sizning izingizdan borib ana shunday qadr topgan ustoz bo'lish. Shermet ustoz, qabul qilib olasiz. Omonlikka, sog'likka kiyib to'zdirish nasib etsin. Sharif Sultanovich, sizga ham kiyib to'zdirish nasib etsin deymiz. Zukko qizlarimiz o'lchamlari bilan olishgan. Aybga buyurmaysiz, o'lchamlarini tanlashyapti. Do'sting bir pista bersin, u ham puch bo'lsin. Roman aka, sog'likka kiyib to'zdiring. Hali bor, bundan-da yaxshi sovg'alar bor sizga atalgan. Yigitlarimizning, qizlarimizning topishlariga Allohim baraka bersin. Nafaqadaman deb o'tirmayaptilar. Hali ish jarayonidalar, faoliyatlari davom etyapti. Olqishlar. Aziz Rozimovich, sizni ham shu ustozlar kabi yoshingiz ulg'ayib, shogirdlaringiz qadrlab yurish sizga ham buyursin. Qabul qilasizlar ustozjonlar, kiyib to'zdirish hammangizga nasib etsin deymiz. Endi bir chiroyli duo qilib qo'ysalar. Ustoz, sizdan bo'lsa. Assalomu alaykum yana bir marta qadrdonlarim. 40 yil degan gap ko'p, katta gap bu. Shuncha ko'p gapirim mendan. Hammangiz otangizni rahmat deyinglar. Padaringizga la'nat demanglar. Ikkinchisi, noma'qul bo'lsam shurda bir gap aytaman. Men
kabır taşıma bir neyse yazdırıp koyupman. Kabır bu. Eğer şah derecesine yetsenem ustazlar elde karızlar bu hayat bu. Köylerden ne yaxşı niyet olsa şuna yetkisiler. Rahmet Damla, rahmet. Rahmet. Damla indi hakikaten ham hozir bize 40 yillik deb aytib turibmiz da. Damlani misol uchun bizlardan eldan necha maktablar, necha klasslar bitiruvchilari bitirganlar, misol shularni hurmati boshqasi, misol o'tib ketganlari ko'z oldiga keladi baribir. Rahmat sizga, sog' bo'lib yurasiz. Sizning har bir gapingiz hech qachon esdan chiqmaydi. Sizlar ulug' insonsizlar. Hamma gapingiz yodimizda, qulog'imizda isirg'asizlar. Xudoyim sog' bo'lib yurasizlar. Xudoyim 45 yil, 50 yillik bundan keyingi yubiley bayramlarimizda ham qatnashib o'tirish nasib qilsin, yurtimiz tinch bo'lsin, shunday dasturxonlardan ayirmasin Allohim. Xudoyim o'tganlarning joylarini jannatda qilsin. Endi romanoma berildimi? Romanamam shu vaqtda bizlarga hurmat etganlaringiz uchun rahmat. Şu 85-90 yillara qaytganim bo'ldim. Qizlari ko'psini donamadim, yoddan chiqarib ekanman, so'radim. Lekin bolalar hammasini bilaman. Rahmat sizlarga, sog' salomat bo'linglar, ishlaringizda omad. Salomat bo'ling. Rahmat. Bu yerda endi hurmatli sinfdoshlar, ustozlar bir narsani aytish kerak. Hozir bu yerda hamma ustoz sinfdoshlar so'zlajak. So'z beramiz desak, men yo'q. Endi bu. Rahmat, tabrik. Ha, tabriklayman. Hamma sog' rahmat deb turibdi-da. Shuning uchun hozir erkin beramiz. Hozir beramiz. Doğru. Erkin gaplashsam doğrusu biz ustozlar endi hurmatli sinfdoshlar hammangizni yaxshi ko'ramiz. Xudoyim shuda bir nemiz bor. She'rimiz bor. Qarang. Shoh darajasiga yetsang ham ustoz oldida qarzdorsan deydi. Bizlaring yana shu Nigora aytib ketgandek, bizlaring sinfimizning 70% bitta ustoz. Yo 70% emas, 100% desam ham bo'laveradi. Kechirasizlar. Nechun? Chunki bu ustoz degani muallima emas haqida bu. Bir narsani tushuning. Ustoz degani kimingdir, ana doğru gap, kimingdir bir kasb hunaridan she'r chiqarsa, shu ustoz bo'ladi. Ustoz darajasiga yetish ham ansat emas lekin. Bir narsani tushuning. Ustoz kimki she'r chiqargan ustoz bo'ladi. Hamma ham ustoz deb bilmaydilar. Hamma ustozlar ham ustoz emas. Lekin kimdir o'zining kasbidan shogird chiqarsagina ustoz. Xudoyim shu ustozlarimizning joni sog' bo'lsin. Hammamiz ustozmiz. Kimdir tadbirkorlikdan ustozdir, kimdir masalan kasb hunardan ustozdir, kimdir ustoz muallimlikdan ustozdir. Hammangizga joningiz sog'lig'i, Xudoyim 50, 60, 70 yilliklarda birga o'tirish hammamizga xatorimizdan xato bo'lmasdan nasib etdi. Manzura Toshkentdan kelaverki 10 yildan keyin her safar
yine şunu Arzugül. Bular Toshkentli bular hammasi. He? Şunu açacak manaqa. Bular 50 yıllıktan gegi yok 45 emas. 45'te ku keladi o'zi shuningla ham 45 neyiz. Nav 40'ta o'tgandan keyin 45 oladi u. 50 yıllıkta, 60 yıllıkta, 70 yıllıktan gelip nasip etsin. Xudoyim şu Arzugül'e mine xojana size mine büyün hemmesini başınızda atardığınızda hemmesini yine yaxshi günlerde oturuş ustazlarım yine direktör başçılık yine sizlere ömrünüz uzak olsun, işinize rivaj dileyim. Ustazlarımız hem Xudoyim şu 90-100 yaşlarında gelip oturuş nasip etsin. Endi bir yerde zalda bu yilki bitiruvchilarim qatnashib o'tirgan ekan. Qizlarim, bolalarım, sizlar ham xudo xolasa sizlar ham 40 yilliklar o'tirib o'tiringlar shuni aytib. Lekin og'zi birchilik kerak hammasine. Yodda qo'yinglar, yodda qo'ying, o'rganing. Ustozlaringizni hurmat qiling. Endi bu yerda hozir har xil kasb vakillari bor. Endi shu Ikrom jo'ramiz ham birinchi sinfdan bir partada o'tirib ketdi bo'lganmiz-da. Shu Ikrom boy ham bir so'zlasin, keyin Rahmat. Yine bugünkü şu tedbir deyimiz, şu kecha deyimiz, hammamiz doğrusu mektebe barıp birimiz bilen danışkan vaqtlarimiz yoda gelip bir 40 yıl 50 yıl arkaya gittik. Şu hemmeyine içinden yaşardı bugün. Xudoyim hamisha hammaniz ishini yoshari bir yeysizlar. Qolaversa bugün bir ayrim bir sebeplere göre şaraiti doğru gelmeyin, başka sebepler bilen qatnaş olmayan sinfdoshlarimiz ham bor aramızda. Bular ham sog' omon bo'lsinlar. Xudoyim şu 45 yıllıkta dediler, 50 yıllıkta dediler, 60 yıllıkta qo'shilishib, bundan ham kengroq davr etib o'tirish nasib etaversin. Qolaversa bunu o'tirishmani deymiz, yubileyi teşkil etken yine Odilbek Yodgorovga, Karomata Matkarimovaga katta rahmet. Şuların sebepli doğrusu yine bir hemme yığınalışıp işini söğünüşüp oturupmuz. Xudoyim ustozlar bizlerin şu dereceye yetişimizde ustozların rolu katta, onu endi köp aytavermek gerekmidi. Yine ben bir gap aytaman. Domla Shirmetov bizlere Rus tilinden ders bergen vaqtlarında sel bir ders tayyorlamin gelsek, narusheniya etsek, turg'izib qo'yadi dedilar, jazoli dedilar. Kulakımızdan torta dedilar, saçımızdan torta dedilar, chimiti dedilar. Şuların yine neticesi, meyvesi biri tedbirkar, biri bozorchi, yine Erkinboy jo'ramiz direktor. Ama qizlarimiz ham yine ko'pchiligi pedagog bo'ldilar. Bu sizlerin minnetleriniz bu. Rahmet sizlere, sağ omon bo'lgaysizlar Xudoyim. Şu keyinki bizlerin yubileylerimizde hemmesinde qatnashish sizlere nasip etsin. Ömürleriniz uzak olsun. Hemmenize rahmet. Sağ bo'lgaysizlar. Endi hammamiz hamma tilaklarga qo'shilamiz. Rahmat doktorimizga ham. Kamnoma bo'lsalarda bugun qatnashdilar. Davrada bir chiroyli so'zlari bilan hammani xursand qilaman. Ezgu tilaklarimni ulashaman deb o'tirgan sinfdoshimiz borlar. Faol o'quvchi bo'lganlar aramizda. Maqsuda Jumagaldiyeva. Marhamat, so'z navbati sizga. Chiroyli she'rlar kutib qolamiz, lekin biz sizdan tilchi. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz qadrdon sinfdoshlar, dugonalar. Mana bugun 40 yillik sabab hammamiz shu yerda yig'ilishib o'tiribmiz.
Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar. Yursam deyman shu tabarruk izingizdan ustozlar deya bizlar katta ko'pchiligimiz ustozmiz. O'rtak, sizni shogirdlaringizmiz. Avvalambor sizlarni bizlara bergan ta'lim, tarbiyangiz uchun katta rahmatlar aytamiz, minnatdormiz sizlardan. Sizlar tarbiyangiz bilan bizlar shu maqomga erishdik. Har kim o'zining tanlagan kasbi bo'yicha, o'z mutaxassisiga sevgan kasbi bo'yicha mohir ustozi bo'lib yetishdilar. Hamma baxtli oila. Allohga behad shukrlar bo'lsin. Qolaversa, shu bizlara ta'lim bergan ustozlarimiz, boshlang'ich o'qituvchimiz Ayshajon Bekjanova u dunyoga ketdilar. Joylari jannatda bo'lsin. Keyin sizdan eldi o'rtak Malika opa Sheyxnazarova rahbarimiz edilar. Allohim o'tganlarimizni rahmat, mag'firat, shoistai jannat qilsin. Qolganlarimizni salomat saqlasin. Aziz sinfdoshlarim, sinfdosh dugonajonlarim, hammangizni ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat hammangizga. Shu bugungi 40 yillik tadbirimizni tashkil qilgan karomat bilan sinfdoshimiz Odilbek Yodgorov, Baxtiyor, hammangizga rahmat xullas. Bugungi bayram shodiyona bilan hammangizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Chunki do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ekan, vayronadir koshona ham. Hammangizga rahmat. Ag'zi birchiligimiz buzilmasin Xudoyim. Nigoraxon, endi sizga kasbdoshim Sheyxnazarova Malika opaning ikkimiz shogirdlarimiz. Sizning shogirdlaringiz ham bu ustoz xafa bo'lmang. Manzura bilan Muhabbat siz shogirdlaringiz. Bizda Malika opaning shogirdlarimiz ona tili adabiyotchi. Hammangizga rahmat ustozlar. Sizlar shunday mehr bilan bizlarga tarbiya berdingizlar. Bir kuni menga chaqalib darsga keldim. Shermetov dars ekan shunda. Qo'shib o'tiribmiz ekandan. Hammadan keyin keldim men. Gecha qolish mumkin emas edi, Shermetov. Men gecha qalik yurdim, hamma bola o'rnidan turdi. Siz aytdingiz, "Ha, juma keldi-ku, hurmating shunchalikmi?" dedingiz. Yo'q, sinfdoshimiz hammamiz. Rahmat. Shu kunlar unutilmas. Sog' bo'linglar. Sinfdoshlar, do'stlar, sizlar ham katta rahmat. Birinchi son Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomli maktabing 1986-yil bitkazuvchilarimiz 10-A sinf o'quvchilari shuda jamiljanmiz. O'tganlarimiz Allohim rahmatini olgan bo'lsin. Qolgan hammamiz xatorimizdan xato bo'lmag'aymiz. Endi shu estafetani Azizbek sizga topshiramiz axir. Bundan keyingi avlodlara ta'lim tarbiya berishda charchamang siz ham. Sog'lik, salomatchilik, vaqtko'shchilik bo'lsin. Shuning davralarimizda siz ham ishtirok etib yurishingizni tilakdoshimiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ofarin. Rahmat Maqsuda. Maqsuda mehr haqida bir so'z boshlab qo'ydi-da. Mehr. Nima o'zi mehr? Kim ko'rgan? Ushlab ko'rganmisizlar? Yo'q. U tuyuladi. Mehr seziladi. Mehr hamma vaqt tepadan pastga oqadi. Kim ko'rgan pastdan tepaga mehr berilgani? Yo'q. Ustozlar mehr berganki bizga, biz ustozlarga mehr beryapmiz. Eslaymiz, karomat bilan bir kvartirada turganmiz. Birinchisi o'qiganmiz, ikkinchisi men, bu birinchisi men. Ustoz bizlarni yo'qlab 2 so'mga xarajat bilan bag'allar. Ustalda glavniy korpusda turibdilar. Bu chiqadi, men giraman-ku 2 so'mga almashamiz. Ergasham biladi shu gapi. Ergasham bor shu yerda. Keyin Frunzening haykali tayinda turibdi ustoz, 2 so'mga xarajat. Men hali bironta shogirdimni 2 so'mga xarajat bilan yo'qlab barmadim. Ortmayman men oilamdan, bola chaqamdan. Ustozam ortmagandirlar. Toshkentda yo'llari tushib, yo'qlab keting shu 2 qizimni. Duringlar endi sizlarga bir tort ham olib bering. Tort tansiqtamdan shu vaqtda. Tortlar ham olib berib, keyin biz ustozni kuzatib qo'yganmiz. Bu mehrmi? Bu mehr. Ustoz, ta'zimdamiz. Eslaymiz sizni bot-bot. Ana shu bizlarni qadrlab, qizim deb borib turganlaringizni bot-bot eslaymiz. Hammangizga tashakkur ustozlar. Bergan ta'limlaringizga rozi bo'linglar.
rozi bo'ling biza bergan ta'limlaringizdan. Uchrashishlik nasib etsin. Agar xo'p desangizlar, endi yakunlovchi so'zi sinf rahbarimiz Sharif Sultonovdan eshitsak. Avvalambora kimi görmeye olsam, geçkeyen olsalar, Esselamu Aleyküm. Endi aytılıp oldu gepler. Aytmaka gepem kalmadı hesabı. Lekin shunday bo'lsam, sizlar bizleri hürmet edip tebrikleyenleriniz için bir rahmet edecekman. İlahim 50 yıllık yübleydeyim. Şu bizleri iştirak kılgayımız. Sizlerin hemmeyiz sağ salamet. Yani şimdi Katar'da oturgaysılar sizlerim. Yakşı günlerinizde. Şimdi koşumça ustaz doğrusunda yapırdı. Yigitle ustaz doğru. Hemen ustazam ustaz. Lekin bu mihir berip bilse ustaz. Özünün ferzentinden üstün koysa ustaz. Bir günüm birden anını yatırgan olsa, şu şairti zor olsa şuna berse ustaz. Bu bilimi aytınmız eli. Kolundan gelse bilim berse ustaz. Bilim vermeyin, ben ustazman dese ustaz emez. Şunun için ben bir nerseye kıvanıp durupman hazır. Benim şehitlerimin 90% bizim kesbimizi yegeleyen ekerler. Demek bizlerin mihnetimiz zaya gitmeyen eken. Evet. Şunun için ben sizlere, şahitlerime, bizleri kesbimizi yegeleyen, bizlerden algan bilimlerinizi, urf adetlerinizi, hemmesini işletip, şu mihirli bir mihriban ustaz buluşa hareket etsenizler, şunda bizlerin minnetlerimiz size gitmesi gerek. Rahmet, hemmene rahmet, sizlere tinçlik, sağlık, salametlik, aileyi baktırayım. İlahim ömürleriniz uzak olsun, yakşı günleriniz olsun, şu yakşı günlerinizde gelip oturmak bizlere nasip etsin. Nigar Akan. Aman bo'ling ustoz, ezgu tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kutamiz sizni shunday go'zal davralarni to'rida hamma vaqt. Hamma vaqt eshigimiz ochiq sizlar uchun. Aman bo'ling. Davramiz hali davom qiladi. Agar xo'p desalar, ustozlarga endi yoshlarni inobatga olamiz, o'tirsinlar, davramizda davom etsin ixtiyorlari. Davra davom etadi.